Şu qandaq ingliz tili 4 darajani tez o'tib qandaq ingliz tilini yaxshi o'rganib bo'ldi degan savollar mendan eng jiq so'ralgan savollar ekan. Ammo ingliz tili qiziqmaydiganlar serib o'tib ketsanglar bo'lar burada. Yaxshimisizlar bolalar, men Sardar. Hozirgacha mendan shu sessionlar bo'lsin, visionlar bo'lsin, eng jiq so'ralgan savollar shu ingliz tiliga doir savollar ekan. Chunki bu normal bir ahvol. Nima qilganda hozir ingliz tili 4 darajada deb qo'ymaymiz. Mayli qolgan kinchilar masalanga yasi tofu u bular bo'lsin. Yomon muhim bo'lib ketdi bu shu siji. Chunki shu dajoda o'qiyotgan, banka o'qiyotgan bolalar bo'lsin, mayli dajoda o'qiyotgan bolalar bo'lsin, ingliz tilidan kinchkini ep bo'lganda şu videonun ep bo'lganda mush ikki kinchkini har qanday shirkatning oldiga pok deb qo'ysangiz, siz uning oldidagi 100 hattoki 200 odamni shallab uning oldiga o'tlaysiz. Mana 6-oylik ingliz tili imtihonini 2 oy vaqtla qapti. Nurg'un bolalar uchun, masalan, tahsil o'qiyotgan, oliy maktab hayotining eng oxirgi yilini o'qiyotgan bolalar uchun bu sijining eng oxirgi fursat. Demak, bu qitimli fursatga siz butun barliq kuchingizni sarf qilishingiz kerak. Cho'qim o'tib ketish kerak bo'ladi. Naq demak kelsa, qanday sijini yaxshi o'rganib bo'ldi, qanday ichib o'tib ketgan bo'ldi deganda, bu ingliz tili 4 daraja boshqa kinchilarga qaraganda hamda darajasi tuvanroq rumenji deymiz bu ingliz tilini. Demak, bundan o'tish hamda Changdui lai shu xinjandan. Ammo buni jendan deb qo'yib nima nurg'un bolalar o'tamaydi. Shu kechkiniz o'rganish qilsizlar, beydan qilsizlar, abandon deb bo'lmagan narsa tushmaydigan darslarni yodlaysizlar, tushadigan darsni yodlamaysizlar. Ankin vaqtinglarni tushmaydigan, intamda ilinmaydigan narsalarga xurab qilsizlar. Maqola qandoq jumbe qilishni bilmaysizlar. Ampokdek o'ziklarga deb manda bir darslik vakam, shuni qatnashsam, Liushoyan baki, Shindong Fang vaka deb bir darslikka qatnashsizlar, axir ularning qimmat bir 7-8 ming 10 minglarga chiqdi. Vankada birini aytib bir do'stlarga o'z oldinala unga elib lo'li qilib qo'ygan. Ana shu Bayduan paranlar qashlab ko'rishlar. Ko'ngilga ko'rmaysizlar. Ba'zan darsliklarim bor. O'zitadigan. Lekin bular kimlarni tushunmadi. Ammo topshiriq beraymi, bermaymi? Miyani bekroq so'zlab bersam bularmi degan niyat yo'q bo'ladi. Chunki bularmi maash oldiganlar. O'ziniki maoshini elib, o'tib siz so'rgan savollarni ko'mganga sabab o'tkazib olsa, pulingizni topsa bo'laveradi. Bu tufayli nurg'un o'quvchilar shuncha o'rgansimi, bo'lban darsga qatnashib qismi o'sha oddiy ingliz tilidan o'tamaydi. Endi meni elib aytsak, men ingliz tili ma'lum bo'lg'li, mana 2 yil bo'ldi. O'zim tunmaydiganlar deb aytsam, men Yingon Newcastle-da shu Zidon Xatoyning sho'shliqni tutagan. Men endi bag'a vaqtlarda ashadagi yana bag'an gavjun o'qiydigan Jungudun bag'an bolalarga matematika o'qu darslarniki ingliz tili sho'ka funksiyasida men dars o'tab bergan. Keyindan asosliq ham deyman, siji o'rgatkili menga 3 qatimliq siji dars o'tab bo'ldim. Oldin qatimliq siji darsining ahvolini desam, ko'pincha asosi tuvaroq lingjichu degandek bolalarni qabul qilgan. Vaqt qisqa bo'lib qolib, o'zimning ishchi bo'lib qolgan sababidan o'chirdim shu Fenslarningki kuchli talabi bo'yicha dars ochdim. 30 o'quvchi olaman desam 120 nacha o'quvchi tizimni tutgan to'qondan 30 ni tanlab 30 balni bir oy dars qatnashdi, ba'zilar 15 kun qatnashdi. Bir oy to'liq qatnashgan 30 o'quvchininki 22si imtihondan o'tdi. 22sining taqdim to'lisi asosida nachar bolalar. Shunlashqa shu 6-oylik sijini qanday qilsam bo'lar deb bilmayotgan bolalar uchun men bugun rasmiy to'ng'ich qilib o'tay. Ertadan boshlab, shu javobni ko'rgandan boshlab, men Xitoy session qilsanglar, men yana bu yillik 6-oylik imtihonga, sijin imtihonga yana 30 o'quvchi qabul qilaman. 31-ni olmayman. Chunki men 30 o'quvchini 3 sinfga bo'lsam, 3 xil ko'jay yasayman bunga. Uning vaqt men odamga qilma deblar. Mandal o'tkazib olsam bo'lmaydi. Har bir sinfga yaxshi ko'jani ishlab, yaxshi bir dars bersam bo'lmaydi. Endi mening Shindong Fang bu deganlar qolgandiki, alaylikim nima desanglar, balsang haqiqiy chet el turmushini kechirib baxtim. Kundalik turmushda ingliz tilini ishlatib, anken mening dars o'tadigan mo'shirim bo'lsa, boshqalardek bolalarni yig'ib qo'yib, banka etib berib yoki bo'lmasa o'tib o'tib ketmayman. Men kundalik topshirig'im bor. Mening darsga kim qatnashib baqqan bolalar bo'ldi. Mening kundalik topshirig'im bor. Men ertasi darsni boshlashdan oldin 10 minutda maxsus topshiriq o'zgartirib, anken haqiqiy imtihonga tushish nisbati eng yuqori bo'lgan darslarni tinchlik qildirman. Tuyuqsiz darsni o'tab kelib yarım kelib to'xtatiblar, tuyuqsiz birsin, Güzel Nurmanoga javob bering, Madina Nurmanoga javob bering deb. Manda eng chong alaylik nima deganda, mening darsligimda asosliq nima ish qilman, asos tuvan, lingji chuballarga o'rgatishga ishonchim bor deganda, bu yengil siji men bayatda o'tgandek oson. Buni asosliq texniklashtiramiz, ji chavqa deymiz. Siz mayli masalan tingli deymiz, birinchi part listening desak, uningki siz ma'nosini taltuyuksiz tushunmay turib, qaysi javobni tanlashni men o'rgatalayman. Balki mazra po'at bu deyishingiz mumkin, mening darsim qatnashib baqqan bolalar biladi. Tushunmay turib qaysini tanlashni men bilgalayman. PPT la bo'lsin, ajishi yo'dlar bo'lsin, maqolaga kelsak, maqolningki men shu tashkil o'qiyotgan professorlar birga yozgan, sizlarga tayyorlab qo'ygan ramkova mo'ban. Ashuni yodlab, eng oxirida azroq bir qismlarni o'zinglar to'shqizib qo'ysanglar, maqolning nomerini hargiz tuman chiqmaydi. Qolgan yerlarga endi u men demoqchi o'qidim, texniklashtirib siz tushunmayli o'zingiz bo'ladi deganlik emas. Tinglini ashta o'timiz. Tingliningki nurg'un yerlarni tushunmay turib qolib bo'ldi. Yo'dining shu, lekin u masalada dars yodlaymiz, o'rganamiz, uning o'zimizning tirishchiligini qatqanda u 425 nomer degan asal ish. Lekin qolgan ota-onalar, masalan, bolalarning kichik bo'lsa, masalan, boshlang'ich to'liq o'tirib o'qiyotgan bo'lsa, menga session qilsanglar, ayrim uchur qilsanglarmi bo'laverdi. Ammo kichik bolalarningki ingliz tiliga shingayni yugitma, bularning asosini ravurus qilib qo'yishga ishonchim. Men jiq o'rgatgan kichik bolalarga. Ingliz tili 4-daraja, mayli kichik bolalarga shingayni yugitdan tortib asos silib, keyin Jungao, Gaokaularga asos silib, uni tayyorlab qilish bütün hammasi o'xshash bo'lsin. 999 kun 15 kun.
Bir günlük ders 1,5 saatten 2 saatgacha bo'ldi. Buni hisoblab kelsanglar 1 saatlikki 33 ga 3 bo'ldi. Mayli Ji Shantongshu, Ar Shantongshu, San Shantongshu hech qanday yerda manda Shoypingdagi bir muallim birsiga 1 saatga 33 kunlik ders o'tganini mening oldimga kelib baksanglar bo'ladi. Meningki ders o'tish sistemamni, meningki ders o'tishga bo'lgan pozitsiyalarimni har qanday bir muallim selektirib baksanglar, bazasini selektirib baksanglar bo'ldi. Buni yengilsi GPGO ben cho'ngsi ben deb qo'yamiz. 15 kun qatnasanglar bo'ldi. 2 jedvan qatnashib 30 kun qatnasanglar texmi yaxshi. Hozirni tatib tayyorliginglar men deydiganim yana shu 30lik bo'chalmay 31-sini tatib olmayman. Baza chaqqaniki tez bo'linglar vallar. Mana shu pingni 1-2 kun ichida yetishim mumkin. Tezroq bo'lishinglarni umid qilaman. Hammaning kuchlik talabi bo'yicha mush darslikni ochdim. Tezroq bo'lishinglarni umid qilaman vallar. Hammalarga rahmat.